Buncha xafa bo'lasiz. Bu hayotdagi problemalar hech ham tugamaydi. Siz bu yoshgacha-chi qancha problemalardan o'tib kelgansiz. Bunisidan ham o'tib ketasiz, xudo xolasa. Bugunlar sizga evaziga bitta kulib qo'ysangiz bo'ldi. Qani, aytmag'ingiz. А если это любовь, чего печалишься ты? Qalbingiz mana bu oq atirgullar kabi oq bo'lsin. Hayotingiz esa mana bu shirinliklar kabi shirin bo'lsin. Qale, yoqdimi? Yoqqan bo'lsa bitta kulib qo'ying. Qani, aytmag'ingiz. Ведь сейчас пацаны просто так без любви дарят дамам цветы. Y yo la sigo enamorando, regalando, estoy comprando. Lo usted mamita quiere, ahora nos estamos alejando, no te estoy. Bu dunyoda mana bu gullar qurib qolishini bila turib gul sotib olamiz. Va bu dunyoda o'lishimizni bila turib yashaymiz. Shuning uchun yaqinlaringizni ko'proq tabassumini uyg'oting. Gullar xarid qiling, gullar sovg'a qiling. Yaqinlaringizni tabassumiga guvoh bo'ling. For you flowers. Я к тебе каждым атомом, каждой клеткой любовью объята. Senden sadece dikkat istedim. Dayanamam ben bu son gidişine, alışamadım sensizliğe. Garip olurum hazan geceleri, karışamadım bu son gidişine. Dayanamam ben bu son gidişine, alışamadım sensizliğe. Garip olurum. Shunchaki ko'rgim keldi seni shunchaki. Garchi sevging yolg'on bo'lsa hamki, yana ko'rgim keldi shunchaki. Birga o'tgan ko'chalardan o'tib boryapman, sog'inchlarim jim ichim. Как я рад, что наконец-то наступила весна. Мы снова пройдемся с тобой по любимым местам. Забудем про осень, что чуть не убила зима. Мне не нужны причины, чтобы быть к тебе ближе. И ты, как всегда, права. Я не знаю, как без тебя я вообще выжил. Суета с крыши. Sometimes you love it, sometimes you don't. Sometimes you need it, then you don't, and you let go. Ya'ni xotinimga 100 ming bergan kunim kamida 3 million pul topaman. Hayron qolaman men. Lekin ayolimga mana shu mehr ko'rsatib, misol kartasiga pul tushirib qo'yamanmi, undan tashqari qo'liga, "Men senga eshik ochganingga, choy damlamaganingga, choy damlaganingga, kiyimlarimni yuvganingga pul bersam, Alloh baraka beradi menga g'oyibdan." Keyin muqaddas kitoblarda ham yozilgan, ayolingizga, ahli ayolingizga, oilangizga bergan pulingiz ehson sifatida o'tar ekanda, bu eng zo'r qilingan ehson shu.